Hammaga salom bolalar. Bugungi video bir traktorlar haqida yana bo'ladi. Hozirgi paytda hamma ko'rib turibdi, bozorning narxi tushib ketgan. Karxoller yaxshi. Shu oy ichida o'zim bir narsaga shohid bo'ldim. Endi bitta trakimiz bor edi. Men ikkita trakni, boshqa kompaniyaga ishlatishga bergandim. Owner, mani trakim. Mana bu trak o'sha kompaniyada o'zi shofer topadi, o'zi shoferni qo'yadi, ishlatadi trakingizni. Sizga ownerlik oyligingizni o'tkazadi, dizelini minus qiladi, o'sha tog'larini, boshqasini minus qiladi. Keyin to'laydi. Lekin to'g'risini aytsam, hozirgi bolalar kimlar trak olaman u boshqa kompaniyaga qo'yaman, pul topaman deyotganlar hozirgi paytda shoshilmasin, umuman shoshilmasin. Bu trakni olasiz, men bir oy davomida tekshirdim. Juda maqtangan kompaniya ham bor, reklamalar qilyapti, boshqa ismini aytmaymiz. O'shanda ham bitta trakimiz bor edi. Yana boshqa trakda ikkita kompaniyada parallelni bitta zo'r kompaniya, bitta yangi kompaniyaga trakni qo'ydik. O'sha shoferlari bilan endi tekshirdik bir oy davomida. Bir oy davomida ishladik. To'g'risini aytsam, bolalar 9000-8000 gross atrofida bo'ldi, примерно 10000 ham bo'lgandir, ko'rdik. Oxirida men minus chiqyapman. Mani trakim bo'la turib, men owner bo'la turib, men minusga chiqyapman. Men dedim, bu qanday bo'lyapti bu? Qanday yuryapsizlar? $2,5 mayliga yuryapmiz. $2,5, примерно $2,5 yurgan trak mayliga. Oyligini minus qilyapti, страховка minus bo'lyapti, boshqa o'sha xarajatlar, kompaniya xarajatlari, yana meni kompaniyam u yerda 10% ga ishlaydi. 10% ga. Bu juda past endi ownerlar ichida. Oxirida bitta balon almashtiryapman, bitta remont qildiryapman. Bir haftani ichida, bir oyni ichida bir marta remont qilyapman $1,500 ga. Yana men u kompaniyaga qarzdor bo'lib chiqyapman. Bolalar, hozir maslahatim nima? Amerikadagi trakchilarga nima maslahatim? Trakni olib birovda kompaniyaga, masalan, Amazonmi yo Reefermi shunga chiqib ishlayman, pul topaman desalaring, shofyor bo'lib ishlagan undan ancha zo'r. Shofyor oyligini oladi, mana owner, mani trakim, men minusga chiqdim. Mana shofyor oyligini ayryapti, boshqasini ayryapti-yu, menga yana siz qarzdor deb nol qilib chiqaryapti. Lekin hech qanaqa aldamayapti. U men aytmayapman aldayapti deb. Hech qanaqa, men chunki hisob kitobini o'zim bilaman. O'sha dizelning narxi, o'sha kompaniya xarajatlari umuman ownerlikka to'g'ri kelmayapti. To'g'risini aytaman, buni mana tushunganlar tushunadi. Bilmayman, xizmatda bo'layotgandir. Xizmatda mumkin yaxshi bo'layotgandir. Lekin men bitta trakimiz bana Reefer kompaniyasida ishladi, bitta kompaniyamiz обычный drive-inda ishladi. Lekin men qoyil qoldim. Lekin bizni Karxollerda danimament bunaqa emas. Karxollerimiz 14-15 ming haftasiga qilyapti. 14 ming, 13 ming minimum qilyapti haftasiga Karxollerlar bo'yicha. Lekin bizlar maylni ham kam yuramiz. Dizel qimmat, maylni kam yuramiz. O'sha hisobida dizel kam xarajat bo'ladi-da, foydangiz bo'ladi. Shuning uchun kimdan keyin trak olaman, ownerlik bo'lib kompaniyaga chiqaman, toki o'zingizning kompaniyangiz bo'lmasa, o'zingiz o'sha 10% masalan birovga berishdan ko'ra o'sha 10% ni o'zingizning cho'ntagingizga qo'ysangiz, imенно o'sha 10% ni ham может 8% ni foyda qilasiz o'shanda ham. Lekin shofyor hozirgi paytda bozorda hozirgi moment shofyorlar zo'r ishlashyapti. Chunki shofyor oylik, bizning shofyorlar mana Karxollerda 4400 4000 o'sha atrofda haftasiga oylik oladi. Bu maqtanish emas, bu liboy boshqa Karxollerda ham shunday to'layapti. Menimcha 30% dan to'laydi. O'sha grossiga qarab 15000, 14000 bo'lsa, o'shanga qarab 30% ni oladi. Shofyor maza qilib ishlayapti. Lekin kompaniya owner sifatida men o'zim agar olsam,
mani xarajatlarim ko'paygan, dizel juda ko'paygan. Har bitta trakda o'zingiz bilasiz, kim trak biznesida bo'lsa, dizel xarajati ko'p. Shunga kompaniya kam miqdor foyda ko'ryapti. Driven va referlar umuman men prosta tekshirdim, sinov qildim o'zim uchun. Men 0 bilan chiqdim. Men dedim trakimni qaytarib olib kelinglar, men karxolerimga qo'yaman qaytib. Chunki men bir kirmoqchi edim, lekin hozirgi bozorga u kirish kerak emas ekan. Bir janimiz ham Samarqanddan turib, aka, ha men trak olaman, shofyor qo'yaman deb turib oluvdi. Men dedim, yo'q, kategorически qilma bu ishingni, kuyasan. Chunki ishlamaysizda, u trakni baloni bor, xarajati bor, moy almashtirishi bor. Bu owner bo'lib, mani tushunganlar, menimcha hozirgi paytda ownerlar mani gapimni tushunsa kerak. O'sha ko'rayotgan bo'lsa, ownerlar o'zini traki bo'la turib, shofyordan kam oylik olayotganlar kommentda yozinglar. Shuning uchun hozir karxolerning sezoni keldi. Karxoler постоянно, karxolerda bizlar stabilность bor, u farqi yo'q. Mana bu bozorda, mana bu trak biznesida 50 yozda bunaqa bo'ladi, qishda bunaqa bo'ladi, va'dalar o'sha trakchilar haqida mana immigrantlarni baloga qo'yishdi, immigrantlarni yo'ldan olib tashlashdi, lekin ekonomika ko'tarilmayapti. Bu ekonomika bilan trak biznesi ko'tarilmaydi. Hamma o'zlaricha o'zbeklarimiz, trakchi o'zbeklarimiz Trampga ovozlarini berdilar, zo'r bo'ladi, trak chotki bo'ladi, balo ham bo'lmayapti. Balo ham bo'lmayapti, to'g'risini aytaman. Karxoler qimirlayapti. Karxolerda mashina baribir sotib oladi, odamlar baribir. Karxolerni ishda keyin ko'p shofyorlar chida olmaydi, keladi, ketadi, menga to'g'ri kelmaydi, menga ketadi. Shuning uchun karxoler stabilnostini ushlab turadi postoyanno. Mana u nimalar ownerlar bo'lmoqchi bo'lsalaring, trak olaman, boshqa kompaniyaga owner bo'lib chiqaman deb xato qilasizlar. Kompaniya foizni topadi. Kompaniya sizdan 10% ni oladi, ishlasa ular pulingizni ular foyda qiladi. Kompaniyaning xarajati yo'q. Hamma narsa sizning bo'yningizda. Ular o'sha 10% dan o'sha Manman degan kompaniyalarda ham mana trak bor edi, ishla olmadi. To'g'risi minusga chiqib yotibdi. Minusga men qoyil qoldim. Men dedim, odamni o'zini traki bo'la turibda shofyor qo'yib ishlatsa, minusga ketyapti. Chunki kompaniya topadi, driver topadi. Shunga maslahatim bolalar, adushi o'sha trak biznesida данный moment hozirgi bozorda $2.5 bilan, hatto o'ylamanglar, $2.5 bilan faqat o'zlaringni kompaniyalaringda ishlasalaring pul topasizlar. To'g'risini aytaman. Mani kim to'g'ri tushunadi, negativ tushunadi, bu realniy fakt. Chunki dizel $6 dan oshib ketgan. $6 bu vashi jinnilik bu. U haftasiga 1000-2000 ziyod dizelga xarajat qilyapmiz. U oyiga 5000 dan 8000 gacha farqi bor. O'sha foydamiz ketyapti. O'sha foydamiz nimaga ketyapti? Lekin bozorning narxi musor bo'lib yotibdi. Sizlar endi o'sha driverni nimalarda, referlarda musor. $3.5 stabilni yuradigan, men bilmayman, va'dalar berilgan, lekin $3.5 stabilni yuradigan refer kompaniyasini agar bo'lsa, aytinglar, men qo'yaman o'sha trakimni. Masalan, bo'lsa $3.5 dan mana aka keling bizni kompaniyamizda $3.5 dan minimum yurasiz desa, trak qo'yamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin $2.5 bilan u qozon qilmaydi. Bo'lmaydi. Bu biznes emas u. Shunga bolalar, kimda kim qiziqsa, karxolerda nima bo'lsa, bemalol murojaat qilib, bu reklama, o'zimning reklama emas. Bolalar telefon qilib chiqishadi karxolerda. Shuning uchun kimda kim qiziqsa, telefon qilinglar, gaplashamiz. Lekin men qoyil qoldim. Men minusga, men kompaniyaga trak qo'yib, ikkita trak qo'yib, ikkalasi ham minusga. Ahli plus bo'lish kerak. Sal 1000 so'm, 2000 so'm topishim kerak edi. Lekin kompaniya foizini oldi, driver oyligini oldi, men kuydim. To'g'risi. Shuning uchun kimda kim shunaqa olib ownerlik qo'yaman, traklarni sotib olib nimaga qo'yaman, kompaniyaga qo'yib pul topaman desa, xato qiladi, katta xato qiladi. O'sha pullari borlar, trak olamanda bir nimaga berib ishlayman deganlar juda katta xato qiladi. Shuning uchun bolalar, hammalaringizga sog'lik, salomatlik, omad, sog' bo'linglar, pozitiv bo'lamiz, gazini bosamiz.